bozor uncha yaxshi tushunmadim. Сделка bo'ldi, foyda bo'ldi, lekin uncha mazza qilmadi to'g'risida. Muslim Alining darsini olganman. Keyin Malayziya SNR aralash Baystri o'rganganman. Hozircha shu ko'rib bu narsalarni ko'rib to'g'risi bir nimaga o'sha zonadan ketadi bozor, nimaga aynan o'sha Saport yoki Rizn yoki Fibo zonasi uzoq qidirdim shu narsani. Sizni bir videoingizni 2 oylami 3 oylar oldin ko'rganimda tushunmadim. Qayta ko'rib shu narsani tushundimki, haqiqiy mohiyat ob'yomdaligini tushundim. Keyin shu oxirgi klasterning ob'yomi o'sha darsingizdan keyin ko'p narsani tushundimda. O'rganishim kerak ekanini keyin o'zim. Tushunarli. Xo'p, endi qarang. Ba'zi misol uchun boshida qaysidir treyderdan yeb qo'ydim. U narsalarga prosta men lично fikrim, unaqa fikr bilan tradingga kirish to'g'ri emas. Chunki bu sohadan kim zavq ola olsagina yaxshi treyder bo'ladi. Bu sohani maza qilib o'rganish kerak, boshqa narsa kerak emas. Mayli kimdir xato qilgandir, inson borki xato qiladi, kimdir yolg'on gapirgandir, kimdir allagandir, boshqadir. Bu narsalarga fokus qaratmaslik kerak, sizni energiyangizni bekorga oladi. Prosta hayotga nisbatan pozitivroq fikr qaratish kerak. Chunki bitta narsada inson, misol uchun hammamiz ham inson o'ziga maqsad qo'ydimi, u polibon u yo'l tekis bo'lmaydi. Bo'ladi, kamchiligi unisida bo'ladi. Balkim sizda bo'lishi mumkin, balki menda bo'lishi mumkin, balkim boshqada bo'lishi mumkin. Bu sabablarni prosta chetga surish kerak-da. Maqsad qildingizmi shu sohani yaxshilab o'rganib, shu sohada nimadirga erishishlikka, bo'ldi. Mayli kimdir yolg'on gapirsin, boshqa qilsin. Hamma narsadan ibrat olsa bo'ladi. Xo'p, kimda yana tajriba kattaroq inson kerak? Sababi hozir mana bugun birinchi dars bo'ladi. Inshaalloh darslarni hammasini o'tib bo'lgandan keyin imенно o'sha insondan fikrini so'ramoqchiman. Men uchun qiziq, ya'ni. Qancha tajriba ko'p bo'lsa, shuncha men uchun qiziqarli. Chunki men sizlarga berayotgan bilimimni darajasini o'zim bilishligim uchun. Men oldingi shogirdlar olganimda ham so'raganman. Oldin qanaqa edi, endi nima bo'ldi deb. Sizlar bilan ham inshaalloh. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Menda shu 2022-yildan beri qiziqib YouTube'dan ko'rib One PPS'da o'qidim. Keyin adashmasam, sizda bo'lsa. Undan oldin Uranusni tarqab ketgan darsliklar chiqib ketdi, o'shalardan ko'rdim. Keyin bitta bola bor edi, ismi esimda yo'q. O'sha boladan SMC bo'yicha bo'ldi. Shu men oldingi brat aytgandek, nimaga mana shu yerdan ketadi? Logika tushunmaganman-da, qarang. Shunaqa bo'lgan. Investor ko'p bo'lgan. Foyda ham bo'lib turgan orada-da, shu $10 shu minimalniy. Unaqa tushunib ham logichni o'ylab nima qilmaganda. Shu 2022-yildan beri kirib chiqib, o'zimcha bir nimalarni o'ylab topib, qarasam o'xshamaydi. O'rganish kerak. Men shunaqa bir logikasini tushuntirib nima qiladigan bir topolmaganman-da. Nimaga aynan mana shu OB'danmi, Breaker'danmi, Flug'danmi nimaga ketishi, nimaga 05 dan past IC'da bo'ladi-yu, SMC'da. Shuni tushunmaganman-da. Tushundim. Siz IC'da o'rgangan ekansiz. Siz aytgan odamni to'g'ri tanimadim kim u. Men ko'p o'zimizni treyderlarni kuzatmayman, chunki misol uchun konsepsiya o'tadiganlar meni yo'nalishim to'g'ri kelmaganligi uchun
bekorga vaqtni zoya qilishdan boshqa Ha, narsa keyin- emas. Kimdir misol uchun объемный analizni o'rgatsa, men jon deb o'rganaman misol uchun. O'rganaman yoki ko'raman, kuzataman boshqa. Konsepsiya o'rgatadiganlar, konsepsiyada ishlaydiganlar menga unchalik to'g'risi qiziq emas, shuning uchun kuzatmayman. Xudo xolisa, mana ICT o'rgangan bo'lsangiz, aka, misol uchun bu объемный analiz shunaqa narsaki, nima bilim o'rganganingizdan qat'iy nazar, konsepsiya o'rganasizmi yoki klassik strategiyalar o'rganasizmi yoki shunga o'xshash любой strategiyaga o'sha strategiyani o'rgangan narsangiz yana ham tushuna boshlaysiz, kamchiliklarini ko'ra boshlaysiz. Balkim u strategiyalarning hammasidan voz kechib объемный analizga o'tib ketishingiz mumkin. Chunki men hali ko'rmadim bu narsani объемный analizni o'rgangandan keyin yana FVga deb yurgan odamni ko'rmadim. Chunki bu yerda inshaalloh qo'limdan kelganicha bozor logikasini ochib berishga harakat qilaman, imkon darajasida. Ilmimiz yetganicha. O'zingiz inshaalloh ayting siz. inshaalloh mana hozir sizda bilim tajriba bor, ustoz ko'rgansiz. Buni ham bir o'rganing, keyin xudo xolisa solishtirib berasiz. Уже YouTube'da mana shu sizni kanalingizni topgandan beri 6 oycha bo'lib qoldi menimcha adashmasam. Shu 6 oy bo'ldi ICT konsepsiyalarga kiramay qo'ydim. Yarim yilcha bo'lib qoldi. Xudo xolasa. Уже ularga qaramayman. Endi bitta farqini aytib ketaman. Bu yerda faqat talab va taklif bor, bo'ldi. Boshqa narsa yo'q. Buni tushunib olsangiz, ya'ni yo oq yo qora bor degandek gap. Misol uchun ICTlarda ichida zapchaslari ko'p-ku, bir dunyo narsa. Bir balobatda. Bunda unaqa emas. Faqat объем kirgan zona bor, объем пробой bo'lgan zona bor. Bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Yana объем kirishi yursa. Kim yana tajribasi ko'proq, kimda qanaqa praktika. Bugun umumiy dars bo'ladi, ya'ni butun men qanaqa ishlayman hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Xuddi shu narsalarni o'sha keyingi darslarda maydalab har bittasini vazifasini o'tida tushuntirishga harakat qilaman. Kimda yana tajriba ko'proq, kim ustoz ko'rgan, kim yana nima ko'rgan? Assalomu alaykum hammaga, Sheruz aka, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Bormang. Men Xorazmdanman. Men ham 2 yil oldin Uranosda o'qiganman. Keyin oralikda ozgina bu sohadan chetlashib turdim. Keyin yaqinda yana shu 1 yilcha bo'lib qoldi, qayta qiziqish bo'lib, Bookmap rivojlandi-ku yaqinda. O'shandan Bookmap nimasini sotib olib, Bookmapda ishlab ko'rdim. Bu ham nima deydi, effekt bermadi bozorda. Endi bir o'xshaydi, bir o'xshamaydi-da. Unga qarab ishlaganda. Bookmapda endi tushunasiz aka, xudo xolisa. Siz ko'rasiz tushunmagansiz. Bor narsa Bookmap ham ishlaydi va shu объемный analizni просто vizualni boshqacharoq ko'rinishi. To'g'ri tushundim. Gapiravering. Просто siz endi yaxshiroq foydalanishni boshlaysiz. Chunki oldin o'sha Bookmapda o'qigan bolani men bu footprintni o'rgatganman-da. Hozir men boshqacha ishlayapti. Shunaqa endi boshida ko'p endi aldab qo'yar ekanda, u CD-ga chalg'ib qolasiz. Keyin boshqani yolg'onda kam likvidlarga o'shalarga chalg'ib nima qilib qolar ekanda, endi boshida aldanib ko'p. Keyin mana shu sizni Instagram orqali videolaringizni ko'rdim. Keyin bu kanalingizga o'tdim. Keyin YouTube nimada videolaringizni ko'rdim. Keyin sizni ishlashingiz bo'yicha ishlab ko'rdim. Effekt yaxshiroq oldingi nimalarga qaraganda effekt yaxshiroq bo'ldi-yu, faqat ba'zida o'sha kirish oldinroq kirib qo'yapman. Prostatga ko'proq ushlashga to'g'ri kelib qolyapti.
xato endi o'zimdagi xatolik o'shanaqa bo'lyapti-da. Keyin ba'zida o'sha sizni tasdiq bo'yicha qilgan videoyingizni ham chalg'ib qolyapman. O'sha xuddi tasdiq bo'yicha kiryapman, lekin yana orqaga yurib ketgan vaziyatlar bo'lib qolyapti endi. Lekin men bu nimani videozdan ko'rib o'rnatib nima qilib ko'rdim-ku, lekin unchalik tushunmadim hali. Tiger Thread nimasini ozgina bu yo'g'ini ko'rdim-ku. Tushunarli. Videoyingizdan ko'rib. Tushunarli. Xo'p, akalar, darslarni bo'lmasa quyidagicha tartibda o'tamiz. Birinchi grafikdan vizualni tushuntiraman. Ya'ni oldin bozorni grafik orqali tasavvur qilib olishingiz kerak. Undan keyin imенно o'sha grafikdagi narsani объемdan o'rganamiz. Ya'ni o'zi объем birinchi sizlarga misol uchun logikani tushunishlik uchun kerak asabini. Keyinchalik grafikda o'zidan ham nima bo'layotganini his qilishni boshlaysiz. Keyin polniy o'sha grafikda o'rgangan narsamizni sразу объемda o'rganamiz. Endi объемga qarab ishlasanglar yana ham aniq, lekin shunday grafikga qarab ham ishlab ketaverasizlar. Xo'p. Boshqa gapiradiganlar bo'lmasa, boshlaymiz. Yo'q, bir Umidjon aka degan kira olmayapman dedi. Assalomu alaykum. Kirdingizmi yo'qmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, savolim bor edi. Xo'p. Mana bu ekran zapis Telegramnikidan bo'ladimi yo Yo'q, alohida sifatli bo'ladi. Ana shu sifat haqida so'ramoqchi edim. Hozir bitta xira ko'rinyapti-da, internet sifatga o'xshaydi dedim endi shunga. Yo'q, u HD sifatda, HD kачествоda zapis qilib tashlab beraman. Xo'p. Xo'p. Xo'p, bo'lmasa akalar, boshladik. Inshaalloh hammamizga muvaffaqiyatli bo'lsin. Kim nima niyatda o'qishni, o'rganishni nima niyat qilgan bo'lsa, inshaalloh Alloh taolo o'zi o'ylagan afzaliga yetkazsin hamma. Akalar, bu sohani, umuman tradingni prosta zavq olib o'rganish kerak. Kimnidir xatosini kuzatib, kimgadir ya'ni niyatli bo'lishlik umuman noto'g'ri emas. Chunki boya aytganimdek, bir narsaga maqsad qildingizmi, prosta o'zingiz yo'lingizni, ya'ni fokusingizni faqat o'zingiz maqsadingizga qaratish kerak, все. Boshqa hech narsa kerak emas. Kimnidir xatosi bu sizga plyus emas. Kimnidir plyusi ham sizga plyus emas. Faqat o'zingizni harakat qilganingiz o'zingizga foyda beradi. Boshqa narsa foydasi yo'q. Xo'p. O'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar. Bugun endi sizlar kecha kirgan trader emaslar. Men o'zi umuman novichoklarni olmayman, chunki qiynalishadi. Bu narsani birdan o'rganishga qiynalishadi. Ozgina tradingni ko'rgan odamlar tushunishi oson. Xo'p, bugun umumiy darsimiz bo'ladi. Ya'ni umumiy tushuntiraman hammasini.
nimaligini. Ya'ni bozor aslida juda ham osonligini tushundi. Chunki tajribasi bor odam ko'p narsa qilib ko'rganda, lekin imенно mana shu oddiy sekretini, misol uchun kimnidir xayoliga kelmagan bo'lishi mumkin. Narx ob'yomga harakat qiladi, ob'yomga borib urilganda, agar yana ob'yom kiradigan bo'lsa qaytadi, agar qarshilik bo'lmasa proboy qiladi. Bo'ldi shu narsa. Xo'p, endi risk management o'tgan safar aytganimdek, особенно yaxshi profitga kirmoqchi bo'lgan odamlar uchun kerak. Lekin professional treyderlar baribir keyinchalik o'zi uchun, ya'ni agressiv savdo qiladi. Misol uchun men ham risk managementga amal qilib savdo qilgan vaqtlarim bor. Undan keyin o'zim xohlagandek yo'lga o'tib ketgan paytim bor. Nima uchun? Qachon, nima uchun siz o'zingiz xohlagandek risksiz bemalol savdo qilishga o'tib ketasiz? U paytda sizga kerakli bilim bo'ladi o'sha. Sizga u risk menejment unchalik shart bo'lmay qoladi. Chunki bozorni ritmiga, ya'ni bozorni tomiriga tushib olgan bo'lasiz payt. U paytda biroz risk, ba'zan minus qilsangiz ham keyingi safar yopib ketish, shunaqa narsalarga o'sha sizda tajriba hosil bo'ladi. Lekin hozir misol uchun kim hali minusda bo'lsa, plusga chiqmagan bo'lsa yoki shu paytgacha qilgan minuslarni hali yopmayotgan bo'lsa, mana men sizlarga o'sha risk management sistemasini tushuntiraman. Bu profit sizlarni plusga olib chiqish uchun juda katta yordam beradi. O'ta darajada katta yordam beradi. Chunki strategiyani, ya'ni bozordagi adashishlarni anchasini yopadi. Misol uchun siz o'rtacha strategiya bilan ham profitga chiqib ketishingiz mumkin. O'rtacha, именно bunaqa professional, точности yuqori bo'lgan strategiya shart emas. Даже men o'ylayman, kimnidir misol uchun qaysidir bironta trader yaxshi signal bersa, o'sha signal bilan ham profit qilib tashlaysiz. Faqat maslahatim, o'zingizlar baribir o'rganib, o'zingizlarga xon, o'zingizlarga bek bo'lishingiz kerak. Biron signal, biron analizga qarab ishlash u normalniy o'ziga ishongan odamning ishi emas-da. Unaqa odam baribir o'zi xohlagandek profit qila olmaydi. Kimgadir qarab o'tiradigan odam. Bozor o'rganing, mana qiyin emas. Bor yo'g'i ikkita narsa: balans, entry, balans, entry. Отбой yoki proboy. Bo'ldi. Qiyin emas. Faqat ozgina tajriba kerak. Ko'rib turibsizlar nima bo'layotganini, his qilyapsizlar. O'sha menimcha kimdir xato qilganini ham his qilyapti, kimdir to'g'ri qilganini maza qilyapti. Misol uchun men bu tashlayotgan analizlaringni ko'rib, men o'zim maza qilyapman to'g'risi. Misol uchun sizlar qancha bozorni zo'r tushunib analiz qilsanglar, men xursand bo'laman-da, chunki ketkizgan vaqtimga men ham ya'ni bekorga ketkizmadim, sizlar ham bekorga vaqt ketkizib o'rganmagan bo'lasiz. Ya'ni ikkalamiz ham maqsadimizga yetgan bo'lamiz. Misol uchun menga sizlarni bozordan ishlalmay qolishlaringdan umuman manfaat yo'q. Naborot, yorib tashlash kerak. Brokerlarni bankrot qilib tashlash kerak. Maksimalniy fokusni bitta joyga qaratib, o'rganishga harakat qilish kerak. Ko'ryapsizlar, qiyin emas bozor. Qiyin emas. Bu yerda sabr qaror qabul qilishni o'rganish kerak. Faqatgina bor yo'q ikkita narsa foyda qiladi. Xo'p, sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan narsalarim shular edi. Birinchi darsda esingizda bo'lsa, ko'proq trading kurslarida o'qigan, tajribasi ko'proq odamlarni bilan kelishgan edik. Darslar tugagandan keyin fikringlarni aytasizlar deb fikringlarni eshitaman, men uchun qiziq. O'rgatilgan narsalardan sizlar qoniqish hosil qildinglarmi? Boshqa joylarda shunaqa bilim berildimi yoki boshqa joylar yaxshiroqmi yoki qanaqadir razницasi bormi? Faqat chestni aytish kerak. Men misol uchun ustoz ko'ngliga qarashmas bu yerda, realni. Chunki hech narsa ideal bo'lmaydi. Hech narsa ideal bo'lmaydi. Hamma narsada kamchilik bo'ladi. Kimda nima fikr? Men boshlab bera qolaman, ustoz bo'lmasam. Shaxsan o'zim 3 yil bo'tgan bo'lsa, Sonxaga kirganligimga bir nechta joyda o'qiganman. Quruq bo'z nima, cho'ch nima, shu narsalarni o'rganib ham
quruq nonni o'rganib, yaxshigina pul to'laganman. O'sha paytda. Tем более uylanayotgan edim, pul rosa kerak, qiziqaman sohada, qo'riqlashda ishlayman. Mirobod tumanida. Xullas, tavakkal qilib o'qiganman. O'xshamagan, asabim buzilgan. Yani Koreyada o'qiydigan tanishim ekan, klassikani o'rgangan, yaxshi degan. O'qiganman, o'xshamagan. O'xshagan, lekin qoniqadigan darajada natija bo'lmagan. Keyin yana bir nechta taniqli joylar bilimini oldim. Xullas, ko'nglim o'g'il bo'lyapti, to'lgani yo'q bu narsadan. Uni oxiri sizni ancha kuzatdim, uzoq kuzatdim. YouTube'da darslaringizni ko'rdim. Keyin strategiyalardan foydalandim. Ob'yomga Fibonacci qo'shib ishlatish yaxshi ishladi, lekin baribir nimadir kamlik qilaverdi. Keyin oxiri shogird tushdim. Mana bugun natija prosta portlab ketdi. O'sha 200 dan bo'lgan eng qizig'i. O'sha 36 ming qanchadir bo'lgani $200 bo'lgan, salkam 20 kundan oshiq orda ozgina depozit qilingan, marja ko'tarish uchun. U o'sha meniki emas, menda uncha pul yo'q. Men ishlaganman, lekin men ishlaganman. O'sha siz bo'lgan bilim men keltirgan. Prosta bitsam bo'ladi. Esingizda bo'lsa, har doim aytaman, strategiya muhim emas bozorda. Bozorda logika muhim. Misol uchun klassika ishlatasizmi, hozir mana balansni agar yaxshi tushungan bo'lsangiz, klassika ishlatasizmi, pattern ishlatasizmi, SMC ishlatasizmi, SMA ishlatasizmi? Balansni tushungan bo'lsangiz, hammasini tushunirsiz. Hozir bitta balansni o'zidan millionta strategiyasi bo'ladi. Men javob beraman. Xohlagan otingiz, kuchingiz otini qo'yib strategiya qilib chiqsangiz ham chiqib ketaveradi. To'g'risi? Chunki bu bozorda shu balans bor, bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Buni osonligi, buni tushunish mumkinligi, bozordagi hamma savolga javob berish mumkinligi bu eng katta plus. Hozir misol uchun любой odamga bu narsa o'rgatilgandan keyin rezultat bermasdan qolmaydi. Endi siz rezultat qilibsiz, men to'g'risi bunaqa tez rezultat bo'lishligini tarafdor emasman. Endi может sizda opit ko'p ekan, misol uchun ko'p joyda o'qigansiz. Bu balkim normal holatdir, lekin men lично o'zim любой odamga bu narsaga ko'nikib olish uchun baribir biroz vaqt ketadi deb hisoblayman. Sizda rezultat bo'lgan bilan qolganlarga biroz vaqt ketishi mumkin. Lekin umuman sohada tushunchasi bor. Mana bu kompyuterni yaxshi tushunadigan odamga menimcha уже savol berish, ortiqcha savol berish hojati yo'q deb o'ylayman. Chunki maksimalni o'sha yosh bola ham tushunsa bo'ladigan darajada o'rgatishga harakat qiladi. Hech qanaqa qiyin narsa yo'q bu. Faqat tajriba ozgina yordam beradi. Kundan kunga, mana shu balans bo'yicha, faqat balans bo'yicha, mana bugungi analiz qilgan narsalar bo'yicha faqat har doim balansni belgilab olib, o'sha zonalardan reaksiyasini kutib ishlanglar. Ishoninglar, uzoqqa bormaydi rezultat qilishinglar. Misol uchun qolganlarni aytayman. Kim hozir yaxshi rezultat qilayotgan bo'lsa yaxshi, lekin qolganlarga bu prosta men tarafdan, ya'ni maslahat, uzoqqa bormaydi. Chunki faqat shu narsa bor bozorda, faqat shu narsa bor. Bir tarafdan balans boshlanadi, buzilsa обратный boshlanadi, yana buzilsa bu tarafga, все, boshqa narsa yo'q. Bir nimalarni o'ylab topib yoki internetdan qidirib bir narsa kerak emas. Shu narsani ustida ko'proq ishlash kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Sizlar sehrli narsani qidirgandan ko'ra ishlab turgan narsaga fokus qaratsanglar, o'sha narsa sizlar o'sha qidirayotgan narsalarga aylanib ketadi shuni. Aylanib ketadi. Ko'ryapsizmi? Qaysi zonani olsak, обратный ham reaksiya beradi. Bayni ishlaysiz, seli uchun ham reaksiya beradi. Lekin 5 ta qo'lni 5 ta barmoq og'ziga tiqmaslik kerak. Bir tarafga ishladingizmi? Bo'ldi. Profit qildingizmi? Ertaga ham yana bozor ishlaydi. Yana kimda qiyinchilik bo'ldi, mayli. Profit qilganlar yaxshi. Kimda muammo bor, muammolar haqida gapiraylik. Menga misol uchun foyda qilganlardan ko'ra foyda qilayotganlar muammosini yechish kerak-da. Rahmat sizga fikr bildirganingiz uchun. Menda ham muammo bor.
notebookim buzilib qolgan, ustiga yuborganman. Kelishi bilan oldingizga to'g'ri o'taman. Ustoz, nima desangiz ham to'g'ri oldingizga boraman. Tagiga o'rnatishimdan oldin Bo'ldi. ko'tarib. Kimda yana? Assalomu alaykum hammaga. Yaxshiliklar. Tasmin aka. Ana Zafar aka, siz ham misol uchun birinchi darsda gapiruvdingiz, adashmasam. Xotira ham uncha nima emas-ku, lekin tajribangiz bo'lsa, o'sha yaxshi tushungan bo'lishingiz kerak. Chunki men kimgadir o'rgatsam, qay darajada o'rganishini ham oldindan o'sha his qilaman. Chunki men o'zim shu yo'ldan o'tganligim uchun shu uchun aytaman, tajribasi bor odamlarga bu juda oson. Endi o'rganayotganlarga biroz vaqt kerak bo'lishi mumkin. Avvalo katta rahmat. Muhimi, misol uchun hozir xato bo'lib turibdi. Meni o'sha stepes oladigan payti bo'ladi, lekin muhim narsa nimaga stepes olganingni bilib turasan. O'zi tushunasiz. O'shani shu narsa. Stepes olgan nima uchun shu narsa bo'lgani ayolni o'ziga o'shani tushunadi. Misol uchun oldinlari stepes oladi, sanjalari yurib ketadi. Nega unaqa bo'lyapti bilmaysan. Hozir bilasan o'sha o'zingga nima qarshi yursa ham sezib turasan, bilib turasan-da. O'sha nima deydi? Qiziq o'sha qiziqmas endi nima desa bo'ladi. Nazar o'sha bozorda ko'rib bilib turib ishlash, xato qilsang ham boshqacha narsa unaqa bo'lyapti deymanda. Siz ham misol uchun ko'p joyda o'qiganman dedingiz, adashmasam. Shunaqa. Ko'ryapsizmi? Bu yerda misol uchun bu internetdan kopiya qilingan narsa emas-da. Ya'ni bu shaxsiy g'oya. Misol uchun siz SMC, SNR balabattarlarni internetdan o'rganganingiz, u kopiya, u xolos kimdir gapirgan gapni miyangizga singdirishga harakat qilasiz. Lekin bu g'oya bu. Misol uchun internetda umuman balans degan narsani o'zi yo'q. Men o'zim qo'yib olganman bu otlarni. Balans, to'quv, avion, shunaqa narsa. O'zim qo'yib olganman. Ya'ni misol uchun sizga tushuntirishim uchun nimadir qo'yishim kerak-ku. To'g'ri, nimadir deb gapirib tushuntirishim kerak. Shuning uchun shunaqa qo'ydim. Xo'p, mana bu hitmaplar mana hozir Bookmap'da reklama qilib odamlarga nima qilayotgan. Hitmap ko'ryapsizmi? Bir tiyinlik foydasi yo'q-da. Faqat bu potensial. Когда-то ishlaydi, когда-то нет. Shuning uchun asosiy footprint, ya'ni bozorda market-makers qoldiradi, o'sha bo'yicha narx reaksiya keladi. Misol uchun bu zonadan narx qaytarsa, yana demak pozitsiyasini himoya qiladi. Qaytarmasa u Bookmap'da men agar foydali narsa bo'lganda, ishoninglar ichiga kirib ketardi bu. Lekin asosiy narsa footprint bo'lganligi uchun buni o'chirib qo'yib ham ishlayveradi. Chunki eng yaqin mana pokgacha agar target qo'ygan taqdiringizda ham mana pokgacha. O'zi chiqqaniga ham sababi qarang, ochiq qolgan. Ya'ni ochiq qolgan emas. Proboy qilgan объемni boshida shundan flet boshlangan, yana shunga chiqyapti. Balans buzilib, yana birinchi объемga chiqadi. Shunga target qilgan taqdiringizda ham sizga yetarli logikasini tushunganingiz uchun anaqada xato qilsangiz mana xato qilib turaman. Lekin yopish unchalik qiyin emas. Tavakkal qaror qabul qilmaysizda xato qilganingizda. Lekin hali misol uchun ko'p savdo qilaversanglar, ketma-ket vaqt o'tishi bilan ketma-ket savdo qilaversanglar, ya'ni kam minusda chiqib xato qilgan taqdirda ham minus uncha kattalashmasdan chiqib ketasiz. Minusni yopib olishni o'rganasiz. Shunaqa narsa. U xato qilish nima uchun? Chunki biz insonmizda xarakterga bog'liq narsa yoki ba'zan shoshasiz kutmaysiz yoki yaxshi analiz qilmasdan kirib o'rgan bo'lishi mumkin. Yoki shunga faktor ko'p narsa. Shuning uchun bu narsalar lekin vaqti bilan u yaxshilanib boraveradi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Rahmat. Darsingizga gap bo'lishi mumkin emas. Men juda ko'p treyderlar o'sha ko'rib internetdan o'rganganman, lekin bunaqasi yo'q. Haqiqatan bozor bizga ob'yomga yurishini hayolimizga kelmagan ekan, bilmagan ekanmiz. Shu narsani o'rgandik.
Ustoz, mana o'sha aytganingizdek ko'p kursga bormaganman, lekin internetdan ko'rib yurardim ustoz. 1 yildan beri kuzataman. Shu bozorda nimadir ishlaydigan narsa borligi aniq-da, lekin ana Fibo, Elliot to'lqinlari shunaqalarni ko'rganimda mantiq topolmasdim-da hech qanaqa. Bu nima uchun bunday bo'ladi? Ular tushuntirardi, mana shunaqa bo'lsa shunday bo'ladi yoki patternlarni yoki klassika chizardi, 3 burchak, 4 burchak deb ma'no topolmasdim. Lekin ustoz sizga kursga tushishimdan oldin shu aviomda ma'no borligini bildim-da ustoz. Ya'ni shu uchun nima qildim ustoz? Faqatdan ham bozorda ishlaydigan qonuniyat bor-da, faqat biz uni qanaqadir algoritm sifatida emas, asl ma'nosini, logikani tushunib olib savdo qilsak, boshqacha bo'ladi-da baribir. Shu siz aytganingizdek ustoz, mana endi grafika ham sizga osonlashdi, chunki logikani tushuntirganim uchun. Mana misol uchun laynga qarab ham o'sha tushunishni boshladi. Lekin baribir endi men shu boshida ham sizlarga ogohlantirdim. Bu narsani o'rgangandan keyin ko'pchilik boshqa treyderlarga nisbatan negativ bo'lib qoladi. Nima uchun? Chunki ko'pchilikni siz xatosini ko'rib qolasiz. Xatosini ko'rishni boshlaysiz, xatosini tushunishni boshlaysiz. Men shuning uchun hech qaysi treyderni kuzatmayman. Bir kanallarni lekin yotib olib kuzatmayman. Menga ikkita sabab. Birinchidan qiziq emas nima qilayotgani. Ikkinchidan agar meni yo'nalishimga mos bo'lsa, unda kuzatsangiz bo'ladi. Misol uchun mana qaysidir yana bir odam ob'yom bilan ishlayotgan bo'lsa, uni kuzatsangiz bo'ladi. Nimadir o'rganish uchun, misol uchun yaxshi treyder bo'lsa. Lekin siz tanlagan yo'nalishingizga to'g'ri kelmaydimi? Nima qilasiz? Musorda siz miyangizda saqlab chiqarib tashlash kerak. Kerak emasmi? Misol uchun men SMC, ESNA, balobatlar, Fibonaccilar, bu nazariyalar umuman qaramayman-da, umuman qaramayman. Va bekorchilikdan bor-ku, bekorchilikdan. Juda ko'p treyderga telefon qilib chiqqanman. Bir kil oldim. Telefon qilyapman. Volume profile, delta profile yoki vertikalniy ob'yom. Shuni bilasanmi deyapman-da, mana misol uchun. O'rganmoqchi bo'layapman-da. Uni anaqa obro'siga qarab, misol uchun katta treyderman deydi-ku. Даже nimaligini bilmaydi, bor-ku. Volume profile nimaligini bilmaydi. Nimaligini bilmaydi. Lekin shunaqa narsa bor desa, ikkita fikr bor. Ya'ni insonda shunaqa narsa borki, o'zi xohlagan narsadan boshqa narsani tan olmaydi. Misol uchun bir odamga sen mana shu narsani emas, mana bu narsani qilib ko'r desangiz, u o'zi qilayotgan narsani to'g'ri deb hisoblaganligi uchun boshqa narsani qabul qilmaydi. Misol uchun bir odam aytaylik Gentra minib yursa, bir odam boshqa mashina minib yursa, u o'zi uchun Gentrani zo'r deb hisoblaydimi, unga tushuntirib bo'lmaydi. U nargi mashina undan zo'rligini tushuntirib bo'lmaydi. Nima uchun? U o'zi to'g'ri degan narsani qabul qilib olgan, yefsi. Boshqa narsa nima qilmaydi. Shuning uchun foydasi yo'q. Nasihat qilasiz, ob'yom, men juda ko'p treyderga nasihat qilaman. Ob'yom o'rgan, o'zingga foyda. Foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Va meni shu qilayotgan ishim to'g'ri deb turaveradi. Shuning uchun prosta sizni maslahat, siz yo'nalishingizga to'g'ri kelmayaptimi, u odamga vaqtingizni zoya qilmang. Uni analizini ham kuzatmang, sizga foydasi hech qachon tegmaydi. Misol uchun siz qaror qabul qildingizmi, ob'yomni analiz bo'yicha dars ketaman deb, bo'ldi. Boshqa ob'yomchilarni toping. Misol uchun qo'shimcha nimadir o'rganmoqchi bo'lsa, internetda bo'lishi mumkin, boshqa joyda bo'lishi mumkin. O'shalarga fokus qarating. Chunki o'shalarning sizga foydasi tegishi mumkin. Uni bilim olishda hech qachon zarar tegmaydi. Men misol uchun hozir ham o'zimdan ya'ni yaxshi treyderni ko'rsam, uyalmayman undan, borib bilim olishga uyalmayman. Chunki bu soha umuman, не только bu soha, любой soha ham qiziqqan odam uchun hech qachon ortiqcha bilim ziyon qilmaydi. Ham bilim olishda ham o'ziga yarasha bor-ku, maishati bor-da. Bilim olishda ham o'ziga yarasha zavqi bor. Zavqi bor. Siz bir narsani o'rganishdan yoki bir narsani qilishdan to'xtasangiz, o'sha kundan boshlab hayotingiz mantiqsiz, mazmunsiz, zerikarli bo'lib qoladi. Doim harakat qilaverish kerak. Misol uchun bo'ldi,
misol uchun imенно объемный analizda ham yoki tradingda ham top darajaga chiqdingiz. Вообще sizdan zo'ri yo'q. Ishoning, hayotinglar umuman zerikarli bir mazmunsiz bo'lib qoladi. Doim nimaga harakat qilaverish kerak? Nimagadir harakat qilaverish kerak. Shu bilan hayot qiziq, shu narsa bilan hayot qiziq. Siz bo'ldi bu narsaga oxiriga yetdim deb tashlasangiz yoki boshqa narsaga harakat qilmasangiz, o'sha hayotingiz mantiqsiz bo'lib qolaveradi. Buni o'rgandingizmi, yana boshqa narsa o'rganing. Uni именно mayli tradingda strategiyalarni hamma narsani joy-joyiga qo'yib oldingiz. Boshqa narsalarga, ya'ni hayotingiz uchun kerakli narsalarga yoki oxiratingiz uchun kerakli narsalarga ilm olishga sarflayvering. Doim harakat qilish kerak. Har doim. Mana misol uchun har doim aytaman, o'zim xohlagan trader bo'lsa, bilim olishdan men uyalmayman. Bir avion traderga biron nima bilsang o'rgatasanmi yoki men o'rgataman bilgan narsalarni desam, menga podkast olaylik deydi. Menga nima kerak uni podkasti, videosi? YouTube'ga qo'ygan nima qilish. Xayol kim qiladi-da, buni tushunarsiz odamlar. Shunday siz prosmotr ko'paytirmoqchi deganda ular. Misol uchun siz tradingga qiziqyapsiz-da, u umuman boshqa narsa. Demak, ya'ni dunyo qarashi to'g'ri kelmagandan keyin nima qilish kerak? Vaqtingizni zoya qilmaslik kerak.